Sizlar bilan Garaj 21 bugun Damas narxlarini ko'rib chiqamiz. Yeah bro, let's go. 2023-yilgi Damas'imiz shikarni turibdi. Hamma narsasi toza, yuz kraskalari ham toza. Umuman kraska yemagan balonlar. Uda qancha 50 ming uchun yurgandirlar. Bir kilo ham yurmagandir. Вообще kam yurganda. Anaqani esimda qolmadi. Salonlar вообще ideal, chexol polik, вообще ideal. O'ziga o'tirgan shunday yopishgan borku. O'tirgan odam maza qiladi. Damas haydaganday bo'ladi. Damaschilar вообще soqqada qolib ketadi. Andijonda temir bo'lgan Damaslardan bittasi. Hop, narxini 95 ming so'm deyaptilar. Kelishlar beradilar. Sonra 1-2 kun o'tib beradilar. Bemalol, lekin Damasimiz sveje, yangi Andijonda hozirgi kunda temir bo'lgan Damaslardan bittasi shu. Damas yangisi. 2024-yilgi Damasimiz. Kilometri 600 dedilar. 600 kilometr yangi turibdi, salafi, moshina, daridan, devondan, moshina ichadi. Shunaqa gaplar bor. Qarang, shu svejigina, yanginagina turibdi Damas. Shunaqa ishi yo'q, metan-petanlari bor, hamma narsa qo'yilgan. Yanginagina 98 bo'lsa beramiz deyaptilar. Shu buni ham 95 larga, 94 larga olsalar, chunki bundan oldinga chiqadigan Damaslarimiz bor. Bundan keyingi chiqadigan Damaslarimiz bor. Ularda 95 deyapti, 90 larga beramiz deyapti. Tekrar shunaqa Damaslarimiz. Shu buni ham 95 yoki 94 larga olsangiz bo'ladi. 2023-yilgi Damas sveje turibdi. 500 kilometr yurgan, shunday chiqqanda Namangandan shunday chiqqanda shu yoqqa promo kelgan, shu yoqqa sotilaman deb. Sveje turibdi. Hamma narsa zavodskoy. Umuman kraskalar ham zavodskoy. Umuman kraska yemagan, hech narsa qilmagan. Tonni gap yangi, kimgadir Damas kerak bo'ladigan bo'lsa, masalasi bo'ladi. Kechagina metallar qo'yilgan Damasimiz yangi sveje turibdi. Narxini 95 deyaptilar, 50-89 ga ham beradilar bemalol. 2024-yilgi Damasimiz umuman hech qanaqa kraska yemak, hamma joyi yangi, balonlargacha, salon, chexol, polik, hammasi yangi turibdi. 7000 yurgan sveje Damas kerak bo'ladigan bo'lsa, murojaat qilasizlar. 95 million so'm deyaptilar. Kelishlar beradilar, o'tib beradilar bemalol. Bizga aloqaga chiqib, aka o'zlarining nomerlarini qoldirib ketamiz. O'sha nomerlarga aloqaga chiqib, kimgadir yoqadigan bo'lsa, aloqaga chiqishingiz mumkin, kelishlar beradilar bemalol.